Xo'jaqishloq va aholisi asosan bunda hamma joyiki bor. Tepaqo'rg'ondan ham kelgani bor, hatto Qurramadan, xo'sh, Mulakudindan meni tanigan, bilganlar hammasi aloqa chiqqanlarniki bor. Undan tashqari yana 3 ta idishda bor keladi, hozir mana shu guvohlarning oldida. Birinchidan aytib qo'yay, ko'p bizga tuhmat bo'lganda, men Alloh oldida xolis xizmat qilaman. Menga savob kerak xolos. Boyligim, ota-onam yonimda, Alloh rozi bo'lsin o'shalardan. O'shalarning haq uchun duo qilinsa bo'ldi. Men bu narsalardan bir tigim men yonimda yurganlar hech kim pul borasida naflanmaydi. Hozir shuning uchun sizlarning oldingizda sanab, hammasini hisob-kitob qilib oldingizda ko'rsatib, hisobini beraman men. Hozir qolgan pullarimiz ham keladi. Ilhomjon, to'xtatib turavering, video ko'payib ketmasin. Kelinglar. Qog'ozlari bor, men yiqqan pullar asosan bundaqa qog'ozda. Shuning uchun mana bundaqalar bor, mana bundaqalar bor. Mana bizni optimlarimizga kirgan, eshitib qolgan odamlar ham, savdogarlar ham 2 million, 3 millionlab berib ketganlar bor-da. Mana. Buni olib qo'ying. Endi buni ichiga tashaverganman men hammasini. Shuncha ichida qog'ozlari bor, hushyor bo'lasizlar, orasida ketib qolmasin. Alloh rozi bo'lsin. Bunda haligi bo'lib chiqib qolgani bo'lsa, ichiga kirib qolganda har bittasini tekshiringlar ichini omalay. Bitta mana bitta sog' bo'lsin. Mana 20 so'mlar kimda? Mana 20 so'm. Mana bular o'sh Mulakudindagi xumo do'konimiz, Xo'jaqishloqdagi xumo do'konimiz, Optimimizdan kelganlar. Mana Optimimizga savdogarlar bergan chetdan turib, Alloh rozi bo'lsin. Ilk plastikka tushgandan ham naqdlashtirib qo'yilgani bor 10 milliondan oshiq. Hali plastikda ham katta summa pulimiz bor, uni ham e'lon qilamiz. Mana shu kim ehson qilgan bo'lsa, nima niyati bo'lsa, Alloh 100 baravar qilib to'ldirib qo'ysa, hozir buni ham sanaymiz. Ochingni. To'qsonta. Hozir adashmaylik. Hozir kimni olganimni ham bilmay qoldim. 100 tamida? 4 ta 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ta. Endi mana o 200 rubl 26 ming, 25 ming pul bo'ladimi? 200 rubl 30 mingga yaqin pul bo'ladi. Menda turib turaversin bu. 15 tasi 1500, ko'paytirgan 1 million 200 dan o'rtacha tushib bo'ray ham buni. Xo'sh, Xo'jaqishloq deb turaveray. Qishloq. Azizlar, hozir mana Xo'jaqishloqda biz joylagan karta bilan bizni yiqqan ehsonlarimiz, endi Ag'dan ham kelgan pullar bor buning ichida, kartaga tashalgan. Koreyadan, Ag'dan, Toshbuloq, Qarama, Xo'jaqishloq bo'lib tashalganlar 126 million 518 ming so'm. Bu bizniki. 126 million 518 ming so'm bizniki chiqyapti. Tepaqo'rg'onniki mana hozir 11 million 625 ming chiqyapti. 11 million 625 ming Tepaqo'rg'onniki chiqyapti. Xo'sh. O jami 11 million 625 ming bilan bo'lyapti jami 138 million 143 ming hozir şeyda pul to'plangan. Bundan o'sha 1 million 400 mingga taxt olib kelingan, 630 mingga kabel olib berilgan. Qolgan pullar hammasi turibdi. Hozir sizda Chorvog'i puli turibdi, Qurramada turibdi. Qolgan pullar bizdagi pul mana shu summa to'plangan. Hozir mana shu xonadonlarga nima ketsa, rasxotini qilib boriladi mana shu puldan. Mana shu puldan. Pulni kim qabul qilib qoladi? O'zingiz. Aka, To'lqin aka, siz olib qoling pulni. Siz o'zingiz taqsimlaysiz. Materialni, bonorimi, maqami hammasiga mana kerak degan nima bu ma'lumot malkiyasiz. Aha. O'zingiz qilib, o'zingiz sarvaz qilib, o'zingiz pul Masalan 138 million 143 ming hozir bizda turibdi. Materiallarni bitta-bitta yozib boramiz. Hammasini, xonadonlarni hammasini bitiramiz. Xudo xolasa, bitiramiz. Qolgan summalar sizda. Ertaga qolgan narsalar kelgan. Kim nima niyatda ihson qilgan bo'lsa, Alloh dargohida qabul qilsin. Tog'a, duo qiling. Duo qiling.
Alloh rozi bo'lsin, mehnat qilib pul tashlagan, boshqa narsalardan yordam bergan, taxta, chipir, nimaiki bo'lsa, oziq-ovqatdan, kiyim-kechak, ko'rpacha, hamma narsaga Alloh rozi bo'lsin. Namangan rayonidagi ancha-muncha odam beparvo bo'lmadi, hali ham beparvo bo'lishmayapti, telefon qilib kelishyapti. Hozir bizning qo'limizda pul 138 million, Chorvoqda pul turibdi, Quromada pul turibdi, uni summasini hali aytib qo'yishadi bular. 30 millionga yaqin Chorvoqniki bor ekan. Tan-jonlari sog' bo'lsin. Xudo xolasa hammamiz birga bo'lib harakat qildik. Hammanglar sog' bo'linglar, rahmat.